Yo, tongim otibdi-yu. Voy. Yo, hammaga salom bolalar, sizlar bilan zonalar. Qanaqa qalay ekan? Yo, bu nima? Meni qishloqmi bu? Nima bu? Kim qurdi buni? Voy, bu kuznitsa, merdo'y, quduq. Hammasi mini bo'lib ketgan. Yaxshi minora katta bo'y. Bu esa meni uyimga o'xshayapti. Ha, hammasi o'xshagan o daraxtlar. Pashli ekinlar olingan, undan turibdi. Voy, qurol sotuvchisi, nima deysan? Mana kichkina qishloq maketini kim qurdi? Bunimi mer qurdirdi. Mer qurdirdi? Ha, sayyohlar kelishi uchun, sayyohlar jalb qilishi uchun. Ha, sayyohlargami? Merda ham kallasi bor-a, merda ham. Qo'y. Qishloqda aylanaylikcha yangilik bo'lsa kerak. Qishloqda jin ursin mana Oskar uyi. Oskarni ham o'zi. Jitel, Nima deysan? Oskar qachon ketishini bilmaysanmi? Ovga. Oskar ovga keyinroq ketadi. Ketish vaqtini ayt. Nimaga so'rayapsan? Uyini ko'rmoqchiman, qiziqyapman. Ehtiyot bo'l faqat. Tushunarli. Oskar ketsa yaxshi bo'lardi. Ovga. Ungacha men uyimda o'tirib turaman. Voy, pichiyotay, yaxshi uxlolmadim. Oy. Aytgancha, tun bo'lyapti ekan. Oskarnikiga borish kerak, ovga ketish kerak. Ha, aynan shu vaqt Oskarnikiga ketdik. Ovga ketgan bo'lsin-da, Oskar. Orqadan boramiz. Uni oynasi bormi ekan? Uyda kim bor? Uyda hech kim yo'qqa o'xshayapti, lekin jin ursin. Yo, uyi qo'rqinchliroq ekan. Yo, divani bu yerda ekan. Mana bu yerda nima bor? Ov kiyimlarimi? Verstak. Mana yerda nima bor ekan-da? Oy, ochib bo'lmayapti. Aytga o'tiradi Oskar. Oskar ovga ketgan yaxshi bo'ldi. Yerto'la. Kiraymi ekan? O'zimga bosh og'ritiraman-da. Uf, bekorga kirdim, mayli kiraman. Stop. Ya. Quyonlar. Shiringina quyonlar. Jin ursin, ko'rshapalak ham bor ekan. Jin ursin, quyon teri. Nimalar bor? Ovchilikka endi ishondim. Bu quyonlar uniki bo'lsa kerak. Jin ursin, chirib yotibdi yerto'lasi. Ko'rshapalak iz bordi mana u. Yaxshi bu yerdan ketish kerak. Sabzi bo'lganda ularga berardim. Voy, yo'q qo'yish kerak. Jin ursin, mana yetgan nima bor ekanda? Mana sindirish kerak. Nargisini ham sindiramiz. Sindirish kerak nargisini. Endi ochsak bo'ladi. Yo, kalla suyak bor ekan. Yana qanaqangidir kitoblar. Ovga pullar, kompas va kalla suyak bor ekan. Jin ursin. Voy. Mayli, buni hech kimga aytmay turamiz. Buni qaytib yopaman men. Bo'yim yetmayapti, jin ursin. Yerdan ketish kerak. Hozir ketish kerak. Ochib bo'lmayapti. Voy, bo'ldi. Jin ursin, kalla suyak bor ekan.
Oldin qamalib chiqqaniga ishonyapman endi. Ishonarsan. Mayda. Oh, mayda. Men pul olay uyda yeyishga narsa ham qolmayapti. 5 ta bo'ladi. Hisob qo'yamiz bularni. Ketdik 5 taga nimalar olsa bo'ladi. Nima bor? Ekan. Oh. Sehrlangan oltin olma qancha? O'zi bittasi 5 dollar. Yo'q, buncha qimmat. Mayli, menga bitta ber. Bugun oyligimni olmadim. Sizdan. Yo'q, sehrlangan oltin olma bor bizda. Qishloqda aylanamiz. Cho'ta, hamma yaxshi ko'rinadi. Kuya, nima bo'lgan bu yerga? Jiteldan so'rab ko'raylik. Jitel, nima bo'ldi bu yoqqa? Sening ishing nima? Ayta qol endi. Короче, men bilan yashaydigan bitta jitel. Короче, u bilan birga yashardik-da. Keyin u ko'plab mehmonlarni tunda chaqiraverdi, party qildi har kuni. Men esa uxlolmadim. Nima? Uxlolmading? Shunga menga ariza berdim, uyimizni ikkiga bo'lib berdi. Nima deganing bu? Betini bor. Mayli, turol narsalar ekan. Kiyimlar bormi? Ha, chiqib ket bo'ldi. Okey. Yo'qmayotgan bo'lsa chiqib ketaveramiz. Menga bemalol. Ya. Nimasi yana kuznetsa qurilibdimi? Bu yoqqa yana kuznetsa qurilibdimi? Bu yerda esa wow, bu uy chiroyliroq ekan. Ancha. Ana tomdagi egasi bo'lsa kerak. Bu uyni. Bu yerga ham uylar qurilsa kerak. Qishloq ham shahar bo'lib ketyapti. O'rgansa. Hov do'stim uyi. Mana o'zi. Mana uy merda xotinining uyi bo'lsa kerak, lekin merda xotini mer bilan yashaydi. Hayronman. Bu uyga ijaraga qo'ygan bo'lsa kerak ekan. Mayli. Bunday bo'lsa, uyga boramiz, videoni stop turaman. Davay, biz endi ovqatlanishimiz kerak, qonim ochdi. Juda yaxshi. Steak isroqini qo'yib. Mazali. Endi esa qo'yib mehmonlar yo'q. Merda xotinining uyiga borib turamiz. Qani, sekin. Oh my god. Jonson ko'rib qoladi. Oh my god, merda xotini. Jonson, merda xotini ko'rib qoldik-ya. Ha, merda xotini bor ekan. Yerda ko'rdinglarmi? Siyoh rang kiyimdagi merda xotini. Boshqa yigitlar bilan buni merga aytaman deb undan pul olishim mumkin. Ha, biznes. Undan pul olishim mumkin merda xotinidan. Hozir ozgina kutish kerak xolos. Biroz dam olay. Oy, dam oldim. Endi esa merda uyiga boramiz. Merga aytishga emas. Pul tayyormi deyman merda uyiga borib. Pul ol desa, men merda xotinga aytaman. Ha. Ketib qolgan bo'lsa kerak bu yerdan. Merda uyiga ketamiz biz. Shunday pul ishlab olaman. Merda xotinimdan shunday pul ishlab olaman.
Merduya. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom, nima kerak? Menga pul kerak. Pul tayyor deganingiz-ku. Ha, kirib olaver pulni. Okey. Salomlar. Senga nima kerak? Men seni Anitda ko'rib qoldim. Aytib beraymi eringga? Nima haqida gapiryapsan, men tushunmadim. Menda video screenshot bor. To'xta, mayli. Seni qayerda kutay? Meni bugun tunda kuta qol. Qayerda? O'sha uyda. Tushunarli. Pul olaman. 5 ta har doimgidek. Nima haqida gaplashdinglar? Hech nima. Unuting. Bo'ldi, mer xotindan endi pul talab qilaman. Shunday boyib ketaman, merda ham pul ko'p. Bu pulimni esa hozirchalikka solib qo'ysam ham bo'laveradi. Hozir esa ozgina dam olaman. Tunda esa o'sha mer xotinning uyiga boramiz. Pulni esa solib qo'yishim kerak. Tun tushyapti. Oltin olani yeb olay. Voh, jon kirdi. Biroz dam olsak bo'ladi. Oy, dam olib oldim-ku. Endi ketsak ham bo'laveradi. Yerda xotinning uyiga. Kiramiz. Qochiydi. Mana shu meni shantaj qildi. Yigitcha O'rning. nima? Mayli, urushga majbur qilyapsizlar. Meni zona deydilar. Mayli sizlarga. Ol. To'xta. Masaylarga ollaring. Tinchi hamang. Bittasini tinchdim. Ikkinchisini tinchdim, uchinchisi. Xo'sh, endi nima qilasan? To'xta, kelishib olishimiz mumkin. Kelish kerak emas, menga pul kerak. Pul? Boshqa narsa istamaysanmi? Nima? Masalan, qishloqda. Qishloqda boshim ko'ramanmi? Menga pul kerak. Короче, ertaga pul topib berasan. Bo'lmasam ham butun qishloqqa seni sharmanda qilaman. Tushundingmi? Xo'p, ketdim. Men uyimga ketdim. Ertaga pul tayyor bo'lsin. Xo'p. Pul ishlab oldik. Lekin anovlar yomon urdi. Mayli, hech nima bo'lmaydi. Pul ishlab oldik zato. Чё зоны? Зоны не вообще хуёво. Пацаны, не зоны это вообще-то. Ana ular qilamiz. Короче, bolalar, bu galgi video tugadi. Sizlar bilan zona bo'ldi. Hammanglarga xayr, 100 ta bo'lishimizga yordam beringlar. Hammanglarga ham endi xayr.